Mana Toshkentga ham kelib oldim. Ana endi boshpana topishim kerak. Boshpana. Ha, Doda Hostel degan Instagramda ko'rgandim. Shuni joylari ko'p edi, Chilonzorda ham bormikin? Hozir qarab istab ko'ramiz. Ishqilib pulim yetsa bo'ldi-da. Ha, Chilonzor metrodan chiqdim. Ijtimoiy shashliklari 23-kvartal ijtimoiy shashliklari. Shuni yonida. Rahmat. Xo'p. Telefonimiz puli ham tugatdi. Qadrli do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, men mana shu Doda Hostelini topdim. Bu yerda to'g'risi narx-navolarni eshitganimdan keyin men hayratlanib qoldim, shokka tushib qoldim desam ham bo'laveradi, chunki Toshkentda bunaqa narxda hostel bor deb o'ylamadim. Kelinglar o'zinglarni ham tanishtirib o'taman. Mana bu xonasi bor ekan, 5 kishilik xona. Bu yer 50 ming so'mdan ekan bir kishiga. Bu xonasi bor ekan, 2 kishilik 80 ming so'm. Yana bu yerda xonasi bor. Bu ham 80 ming so'm ekan va bu yoqlarda odam bor, yana xonalar bor. Bu yerda 6 kishilik xonalar bor ekan, 50 ming so'm, 9 kishilikda 40 ming so'mdan ekan. Qadrli do'stlar, manzilni yana ham yaqinroq qilib tushuntiraman sizlarga. Rijvon kafesi bor ekan bu yerda, hamda komfort mebellari bor ekan. Shuni orasida yo'l bor. Shuni qarasanglar, hostel yozilgan. Shu yerga kelaverasizlar va yana bir narsani aytib o'taman. Doda Hostel Instagram tarmog'i. Mana shu yerda 5-6 ta filiallari bor. Mana shu hostelni Instagram orqali chiqqan mijozlarimizga ayni daqiqada aytib o'taman, skidkalar bor. Instagram tarmog'iga bemalol telefon qilasizlar. Nomerlarni pastda qoldirib o'tamiz. Sog' bo'linglar, rahmat.